Umra ziyorati, chet el seyahati, televizor, kuyler, pilisos, kir mashin. Ne bu inamcana xudo xolasa. Bularni bizdan İlhom savdo markazidan keladilar. Har bir narsa birer bir xarid uchun bir baraban aylantiradi. Chet el sayohat chiqami, umra ziyorat chiqami, nov chiqsa berperamiz. Bu xudo xolasa avvalgidan aksiya yana boshlandi obunachilarimiz. Endi bir dana haydatib, kir mashinmi, pilisosmi, konditsionermi haydatib, omadli barabarimizni aylantirasiz va ota-onangiz uchun umra ziyorati, chet el seyahati, televizor, kuyler, kir mashin uchun narsalarni utfasa bo'ladi, to'g'rimi? Nechadan adam bor inamcana? Umra ziyaratinden 25 tane koy. 25 tane. Chet el seyahatinden 50 tane koy. 50 tane chet el seyahati obunachilar. 100 tane, Haladenk'ten 30 tane, Kirmaşin'den 50 tane, Misuröpçe'den 150 tane koymuş. Shunda bir kir mashin oladilar, yanında nav utishlari mumkin. Endi omadlari, mush chet el sayohat chiqishi mumkin. Ya bo'lmasa ota-onasini umra ziyoratini yuborishi mumkin. Oddiy bir narsa olib umra ziyorati. Dim bo'lmasa bir pilisos, televizor shuninglar o'tib ketadilar. Masalan, 4 millionami, 3 millionami televizor olsalar, plus podarkalarim bilan berasiz, yana barabar aksiyalarim bor, to'g'rimi? Aksiyasini qo'shib beramiz. Isa, hali endi bo'lmagan obunachilarimiz. O'nlik internetda chiqadigan televizor 1,5 million so'm. Xorazmda, O'zbekistonda bu bahada yo'q. Bundan tashqari 2 million so'm, 2,5 million so'm. To'g'rimi inamjana? To'g'ri. 1,5 milliondan 2 million, 2,5 million, eng qonish ajoyiblari şu 3 million, 3,5 million so'm olasiz va bir podarkasini bir 32lik televizor. Bu naqd savdo, to'g'rimi? Naqd savdo. Plastik, pasport bo'lsam bo'lardi. Faqat pasportda 3 oydan 6 oyga halol nasiya foizsiz 5%. Üstüne binmeydi bu so'm. Buni qo'shib berasizmi bir o'nliga? 43likdan birini olasiz, 32likdan halol nasiya tupan birini. Ena obunachilarimiz bir o'nlikdan birini olasiz, 32ligini qo'shib ham beradilar. Yana pasport o'zini bo'lib turaveradilar. Plastik ham shart emas. 6 kilolik avtomat kir mashinamiz 2 million 500 ming so'mdan, to'g'rimi inamjana? 2 million 500 ming so'mdan. Aha. Yana qaytib beraman. Necha so'mga berasiz 6 kiloligini? Ben 2 million 200 ming so'm beraman. 2 milliona bering, aga, 2 milliona. Ha, Avtomat kir mashinani bir dana emasmi, ko'pmi? Ko'p. 10 danasi bormi? 15 tane var. 15 danasi bor, 2 million so'mdan avtomat kir mashin. Yana tishlari bor, zo'rlari bor. Türkiye band aksiyalarını bir aytib ko'rsak bo'ladimi? Podarkani zo'ridan bering. Hali bo'lmagan, O'zbekistonda bo'lmagan bahada bo'lsin. Plus podarkasi ham bo'lsin. Geladi İlhom savdo markazidan, Ava. Xivalak filialinden, Ario brendinden aladı. Bir moyişi pilisos versem neçik? Bu 3 million-ku bu. Bu 3 milyon lira. Ava. Bunu indi qarang. Bu hem oddiy pilisos bo'ladi, hem yuvib beradigan pilisos. Hamma ishi, bu naqdda berasizmi, to'g'rimi? Naqdda bo'ladimi? Plastik pasport akchisi, kur pasportni akchizam berib Plastik necha so'm minadi? Necha so'm minadi ustuna? Minmimi? Ustuna pul minmaydi. 3 oyga 6 oyga bo'lib to'lasha, pasport plastik bilan, to'g'rimi? Tamam, pasport plastik. Ya bo'lmasa kur pasportni o'zini akchizib bersin bana. Ana buni ochamiz. Plastikingiz bo'lmasa bir pasportni o'zini bir kir mashina olasiz, bir mo'sh pilisos shuninglar. Bepulmi, aniqmi? 100%. Sani tugakkami maga? Yo'q, sani chegaralangan. 12lik konditsionerlar O'zbekistonda yo'q bahada 3,5 million so'm, 3 million 900 ming so'm olib borib 16 per tutdilar, to'g'rimi inamjana? Para bu sanam şirket beramiz, yanına bir 2 dana padarkan berperamiz. Nav qo'shib berasiz, nav. Nechalik konditsionerlari? 12'lik alamı, 18'lik alamı, bir mikronovka, telefonla. Zo'rindan bir mikronovka. Bu faqat naqd savdo, to'g'rimi? Yo'q, bu faqat narx emas. Plastik pasport, ya bo'lmasa yoki plastik pasportni o'zini 3 oydan 6 oyga halol nasiya etib 5%, to'g'rimi? 5%. Bizda halol nasiya obunachilarimiz, mijozlarimiz plastikingiz bo'lmasa ham endi pasport o'zini 3 oy, 6 oy halol nasiya konditsionerni zo'r narsasi bo'ladi. Arzon vaqtimi, qimmat vaqtimi? Aziz zo'r vaqti. Eng arzon vaqtida plus 2 podarkasi bilan Xivadan, Ilhom savdo markazidan xarid etsangizlar bo'ladi. Birinchi o'rniga shu iPhone'ni qo'yib beradilar, inamjana bonus etib, obunachilar uchun. iPhone'ni balasini qo'ysak bo'lmaymi? Bo'ldi, iPhone'ni balasidan birini qo'yib beramiz. Birinchi o'rniga, ikkinchi o'rniga olamiz. Zo'ridan 2000 oborotlisidan pilisos qo'yib beramiz. Pilisos. Yana bir odam podarka bering. Uchinchi o'rniga Ezayibundan go'sht meydalidon elektrikchisidan qo'shib bersak necha? Hisob. Obunachilarimiz aynan sizlar uchun birinchi o'rniga iPhone ukasini qo'ydilar. Telefonni zo'rini, ikkinchi o'rniga pilisos, uchinchi o'rniga ijjon chiqaradigan apparat. Shartimiz bor, bizning Ilhom kanalimiz, YouTube kanalimiz obuna bo'lishlaringiz shart va like, kommentariy bu videoni og'aynilar, opa-ukalarga yetkazib tashlang. Siroshat turashangi, Xivoda Ilhom savdo markazidan yangilikning yomoni bugun. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, mijozlarimiz. Bugun sizlarga yangilikning yomoni bor, yangilikning zo'ri bor. Xivoda Ilhom savdo markazida yana bomba aksiya boshlandi. Hali O'zbekiston tarixida Mindin maishiy texnika savdosida aksiyalar bo'lmagan. Birinchi yildan Ilhom savdo markazi yana boshlab berdi. Qisqacha adresimiz Xiva shahridan Giravashda, Bonda Urganchdan kirib kelaverishda chap qo'lingizda bo'ladi. Ilhom savdo markazi Bondan Xiva shahridan chiqavashda, Xiva shahar yagona darchadan yonida Bonda Ilhom savdo markazi joylashgan. Lokatsiyasi ekrandagi nomerlarga telefonsingizga tashlab beradilar. Qisqacha adresi Bonda yangi gostinitsalar qurib tutdi. Xiva ardadan o'tgandan keyin chap qo'lingizda. Ko'rmay o'tishning iloji yo'q. Bu yerda maishiy texnikani, mebellarni xil assortimentini
Size maqul usulunda bir tutulur. Yani plastik pasport bo'ladimi? Faqat pasportingiz bo'ladimi? Fark yo'q. Eng zo'r baholarda, arzon baholarda fabrikning original versiyoni beradilar. Undan ham tashqari eng arzon baholarda xarid etsangiz bo'ladi. Yangilikning zo'ri bor. Obunachilarimiz, mijozlarimiz. Assalomu alaykum, inomjana. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Obunachilar, Xudo xolasa endi Ilhom savdo markazida bo'lib turgan aksiyalar haqida va to'lov usullari haqida bir ma'lumot berib o'tsak. Birinchi iyundan boshladi inomjana, bu nav yangilik. Xudo xolasa bu aksiyamiz bizda avval bo'lgan. Shuni mijozlarimizga, obunachilarimizga tushuntirib bering. Buni yana shu yo'lga qo'ydik. Keladilar xaridorimiz Ilhom savdo markazidan, ya'ni Xiva filialimizdan bir xarid uchun bir shans. Bir shans, Bu variant buni aylantiradi. Bunda chet el sayohat bor, eng nasi umra ziyorat bor. Eng asosiysi albatta. Asosiysi shu umra ziyorat, chet el sayohat va qolgan maishiy texnikalarimiz. 100 dona televizorimiz bor, xolodilnikimizda 50 dona va gaz plitadan, kir mashinadan 30 dona va menchi bitoy texnikalarimiz bor. Bo'ldi. Endi prost xarid etib, avvalgidan umra ziyorati yutib olsangiz bo'ladi. Bilasizlar, obunachilarimiz Instagram ham joylanamiz. Umra ziyorati, chet el sayohat yutganlari hammasini sog'lig'ini topshirib yuborganmiz. Xudo xolasa yana boshlandi. Kelib xarid etib, omadingiz sinab o'tib ketsangiz bo'ladi. Yana neyda buning shansi bor. Faqat Xivada Ilhom savdo markazida bor. Bundan ham tashqari bizani qo'llab turgan obunachilarimiz bor kanalimizda. Shularga bir podarka qo'yib beradi. Ularga bir podarka qo'yib beramiz. Asa bir iPhone qo'yamiz, iPhone. iPhone 3'sini qo'ysak bo'ladimi? Bo'l, birinchi o'rin iPhone 3'sini, ikkinchi o'rindan. İkinci o'rinda Azoyev'dan 2000 oborotlisidan bir Plisos, üçüncü o'rindan. Üçüncü o'rindan Azoyev'ni elektrikli go'sht maydalagiz qo'yib bersak. Buning uchun sizlar bizning kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak. Bu videomizni maksimum qarindoshlaringizga bo'lishingiz kerak. Bundan ham tashqari biz sizlarga kala so'z aytamiz, to'g'rimi inamjana? Videomiz davomida aytamiz. Boshida birinchi so'zni ayting. Ilhom. Birinchi so'zimiz Ilhom. Videomiz o'rtasida ikkinchi so'zni aytamiz, videomiz oxirida uchinchi so'zni aytamiz. 3 so'zni ham topasiz, ko'rasiz, kommentariyada qoldirasiz. Maksimum like bilan ayamizlar va qarindoshlarga yo'q tashlaysizlar. Endi xarid etmayman, qimmatbaho sovg'alarni Ilhom Uz kanalidan YouTube osasizlar bo'ladi. Buni aksiya inamjana, buni. Endi bundan tashqari yana bir variant bu. Faqat chet el sayohat ketadi, aniqlanadi. Har bir narsadan xarid etadi. Bundan tashqari yana telefon nomeri yozib qolinadi. Ha, demak, har 10 kundan aylantirib turamiz. Bunda mabodo televizor, kuylar, kirmash o'tib qo'ysangizlar, chet el sayohat o'tib olmasangizlar, barabanimizga nomer tashab ketasizlar. Hafta 10 kun o'ynaladi, to'g'rimi inamjana? Bu aksiyamiz Xudo xolasa Xivada Ilhom savdo markazida endi narxlarni tanishtirib chiqali. Novlaba nechik to'lov usullari. Aytgan yangilik bor. Endi Xivada Ilhom savdo markazida faqat pasport ham berasizmi? Kur pasporti soldu. Oyog'i yetchi olsa meyitdan qarz olmasa oldu. Endi 3 oydan 6 oydan foizsiz, 5%, ya'ni 1 so'm pulsiz olib ketadilar. Oldindan to'lamaysizlar, ustuna 1 so'm pul minmaydi. Kur pasport bo'lsa bo'ldi ekan. 20-22 yoshdan o'tgan bo'lsangiz bo'ldi. Norasmiy ish joyindamisiz, pensionerimiz farq yo'q. Plus podarkalar bilan Xivadan xarid etsangiz bo'ladi. 3 oy 6 oy protsentsiz, to'g'rimi? 5%siz. Obunachilarimiz negativchilar uchun % minmaydi. Bizda kredit rastruchka emas, bizda halol nasiya. Halol nasiya 6 oy. Bundan tashqari eng xadoy modellarimiz narxini aytali. 1.10lik televizor 1.5 million so'm. 1 million 500 ming so'mdan boshlanadi. Internetga chiqadi, to'g'rimi? O'zbekiston bo'ylab bu narxda yo'q. Luboyini sotib kelaverasizlar. Qisqacha o'rtacha narxlari 1.5 million so'mdan 4 million so'm bo'ladi. 2 million, 2,5 million, eng qoni 3,5 4 million olsa bo'ladi. Endi zo'ri uyaltirmaydi uni 3,5 4 million. 3,5 4 million eng ajoyibi. Uning podarkalari bilan birga nima qo'shib berasiz? O'zi bo'lmaydi. Bir 32lik televizor qo'shib beramiz. 1.10lik to'g'rimi? Bizning Ilhom savdo markazidan keladilar 43likdan. Xolasa 3 oylik et bo'lsin, xolasa 6 oylik et, rastroshka 5%siz, 5%. Ha, demak, ustuna pul minmaydi, podarkasini halol nasiyasidan berasiz. Isa, vali mendini bo'lmagan. 43likdan keladi birini oladi, 32lik shuni ilayini. Avval kuri naqd savdo bo'lib turadi, endi bugundan boshlandimi? Bugundan boshlandi, xudo xolasa. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ying, obunachilarimiz kanalimizga. 30'liklarimiz var. Bu 30'liklar ham shu. Halol nasiyat beradi. Bu pasporti 3 oydan 6 oydan bular ham bir televizor qo'shib beramiz. Ustuna savdolashib arzonlasalar bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol bo'ladi. 1.30liklara, 1.40liklara qanchalik berasiz? 1.40liklara bor, 1.10lik qo'shib beraman. Isa, 1.65liklara 1.30lik qo'shib bering esa. Bo'ldi, unda aytsak ham bo'ladi. Bo'ldi. Narxlari qiziq bo'lsa ekranda nomerlari bor, inamjonamni o'zini telefon etasizlar, Xivada. Onlayn savdo etsa bo'ladimi onlayn? Bo'ladi, bemalol telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Va Rossiyada o'tirgan aka-ukalarimiz, og'aynilarimiz xudo xolasa onlayn savdo etib beradi bemalol. Bo'ldi. Kimda savollar bo'lsa ekranda nomerlar bor, bemalol Telegramdan, WhatsAppdan yozsangizlar bo'ladi. Onlayn savdodan ham iloji bor. Baraban aksiyasini chiqaradi onlayn aylantirsa. Barabani o'zi avtomatik qo'shiladi, ya bo'lmasa o'zi Primo'da aylantiramiz. Ha, Primo'da siz uchun aylantirib beradilar. Siz aylantirib beramiz o'zlarimiz. Bu video yuzdan Primo'da aniqlaydilar va podarkangizni olib borib so'ndirib ketadilar. Onlayn savdodan ham iloji bor. Pulini olib borgandan keyin berib berasiz, ya bo'lmasa bizning QR kodlarimiz orqali shotimizga to'lab bersangizlar bo'ladi. Konditsionerlar aksiya tanlaysiz sezondan burun. Konditsionerlar dumyomonlar bor, konditsionerlar
Şimdi narxına gələn olsaq 12'liklərimiz 3 milyon 990 bin son, 4 milyon 4,5 milyondan 3 milyon 900 3 arama verin. 3 milyon 600 etib verəmən. 3 arama verin abone Verəmən açalım. İlham Uz kanalına. Hali Özbekistan'da 12'lik inverter, tenli konditsioner 3 yıl garantiyası bilan 3,5 milyona boğmağan. Getdi, bərilədi. 3,5 milyon somdan endi Xivadan sazlab oladi. 12'likimiz alalım. Keyin ana 18'liklərimiz var, 24'liklərimiz var. Kalarsa yana bir aksiyasını white bird çəkədim. Avukma brendindən gələdi. Ava. İlham Savda Mərkəzində Xivadakı filialından birini xarit etədi. Bir əməsi 2 padak bərpərsəm neçə? 2 padarken ne ola verəs? Biraz zayıfına bir mikroonluk bəramən. Aha. 1,5 milyon somluk mikronovka. 1,5 milyon somluk. 1,5 milyon somluk pilisos. 3 milyon bulduk. Bunu neçə soma düşük qaladı onda? Bu ardan düşük qaladı mı? Baxasa 8 milyon Baxa ekan. 8 milyon som. 2 milyon soma açamış onda. 2 milyona düşük qaladı. İsa, bəli bunu indi bombağa bunu açılamız. 24'lik 18'lik. 18'lik. Kıskaça baxalar həmməsi yazılğan. Bemal'a salıştırıp görsəyiz də baladı. 3,5 milyon somda hələ Özbekistanda bombağa narxdan geçdirib verədilər. Plus aksiyaları var. Plus çetə səyahəti uçuş imkaniyyəti var. Doğru mu inamcana? Dastavka sustavkası bepul mu? 5 platni. Pasportum var. Başqa işləsəmiyim. Beləmən. Pasport nəkçələrdə 3 aydan 6 aya qalan nəsiyyət verəmiz. Biz Fransit, biz Hələ bunu indi bombağa bunu açılarımız 30 milyon somluq limit verəmənə tutdular. 30 milyon soma və iş texnikanı faqat pasportdan pasporta 6 aya 5%. 5%. Anıq mı? Anıq 100%. İsa, hələ faiz nə bilmidi. İnamzandab gələr. Xazarasıb, Yanarı, Koşköpür, Bağat, Xanka, öz Xorazm viloyati, Qarakovaston Respublikasına dastavkası, ustonovkası bepulda tutdular. Gaz filtrələrim xil-xil assortimenti var imaqaranlar. İnamcana 1 milyon 820 ekan, neçə soma atıb verəsiz? Yenə qayıtman verəmən üstündə. 1 milyon 600 min soma verin şunu. 1 milyon 650 min som etib versin. 1 milyon 600. Dastavka atıb verəsiz. Endi gaz filtr alsanız, doğru Xiva gələrsiz, assortimenta qarang, Goodwill, Ferre, Ideal, hamma brendin hamma gaz var. Ondan ham tashqari aksiyalarına qarang, 500 min som, 1 milyon som, üstüne Libo yerdən arzatıb verəsizmi? Arzan etib verəmən Libo yerində. Özbekistonda yo'q, dunyoda yo'q bu xada beraman tutdular. Bemalol gələrsə, plus padarkası bormi? Plus padar kəsən bu, gələdilər İlham Savda Mərkəzindən 2 modelindən aladı, bir dimoxotunu qoşub verəmən. Üstüne pul koyulgan kağın, ne çaldı? Koyulmam pul. Koyulmam, dimoxot asmandan düşdün bunu. Kim veredi bunu? Bunu zavod etib qoydu. İsa, bu modelini alsana. Bam ideal, yine. Ha, bunu zavod veredi. Zavod veredi bunu. Bemalol narxını salıştırıb görəsə, həmməydən arzan atıb verədilər, plus dimoxotunu qoşub verədilər. Garantiyası bormi? Garantiya 1 ildən 3 ildən garantiyası. Metan pravanda yanamı? Yana da öz yetirib verəmiz bu yerdə. Dastavka neçə son verədilər Xazaristan gəzələr. Besplatni. Aparıb onu atman verəsmi? Atman verəmiz. İsa, hələ bunu indi bolmağa bunu açılarımız, mücazlarımız. Kəlit sözünün ikinci sözünü aytın indi. Savdo. İlham Savda. İlham Üçüncü Savda. sözden aytadılar. Komentar yaşadı. iPhone telefonu ülkesini tutfasazda buladı. Bunu açarlarımız. Bu an assortimentine qarang. Həmməsi 500 min som düşkənmi ya 1 milyon düşkənlərən var? 1 milyon düşkənlərən var, 500 min som düşkənlərən var. Padarkələrən var, Qızılan var padarkələrən var. Çoyanlı hər xil assortimenti var. Üstündə savdalaşıb, uruşub, qırqılışıb en arzan vaxalada Xivadan İlham Savda mərkəzindən əsasla buladı. 90'lık gazlanan bir göstərəli. 75 kil qaz bitan var belə. 75. 75 kil. İsa. Ornatma ıstıravimin texnikalara qaranglar. Ornatma gaz, duxovka, mikronovka, dimoxot. Bunlara padarka var mı? Ne haberes? Var. Bunlara ana baraban aylantırsır versek neçə? Goodwill brendindən. Əzəmində deyin qarang, bunu komple getib oladılar. Gazını, duxovkasını, dimoxotunu, mikronovkasını alsalar, bir krupnisindən bir krupni padarka verin. Verəmən. Bir moykasını verin 2 milyon somluq. Verdim şunu. Üstünde. Komplekt alsalar verdim şunu. İsab. Naq savda mı kuru? Yok, plastik pasportunu üzdən bərpər verəmən. Pasportuz bosa buğda, bunu açılarımız, razlarımız. 6 ayırdım, kalan nəsiyyət verəmən. İsab. 90'lık gaz filtremiz, 90'lık ana haberes. 90'lık bir dimoxotunu qoşub versəm neçə? Mınam zavod verəm axı. Ferisini aladım, mınam şu feri olar, neynə? Ferreydi otunla. Hürmetli abunəçilərimiz, Xuda xalası İlham Savda Mərkəzindən zor aksiya bol tuttu. Gələsiz, bir 90'lık gaz pit alasız. Şunu ilay dimoxotunu padark etib verəmən. Həlimin aksiya bulmağa ama zavod tomandan koyulgan aksiya, doğru mu? Qoyulğan aksiyası. Fakat neydi babı? İlham Savda Mərkəzində. Sağ. 90'lık gazlarımız en sezon xala denklerine geldi. Abunəçilərimizə xala. O 2 milyon 200'e düşük kapma xala denkler. Hem de 3 milyon 3,5 milyon som iş xala dedik. Bir de 2 milyon 200. 2 milyona verin. Bir etib versinlər, verdim şunu. 2 milyon som, 50 bin som, 100 bin som yaraşmıydı. 2 milyon soma bu 2 kameralı. 50 faiz kitçedi şunda. Elçi xala denkler assortimenti bu. Banda rəssisilərimiz var, İvanla 5 son brendlərimiz var, Vazdushni var, Defrostlarımız var. Xil assortimenti var. No Frost bilan Defrost'u qısqaça tushuntirib o'ting. Bir de No Frost'a gələn olsa, No Frost'umuz yani buz dinamidi. Buz dinamidi nəsə, inan. İçində nisab qoyğan olsanız şunda balasız. Mahsulatınızı. Suya döşdən çıxıyorlar, suya döşdə.
Svet ölse 5-6 saat bemalol saqlab berib İndemeyin. Indemeyin. Tok taraflamanchi Tok tok. tamanlama inverter motor bo'ladi. Inverter degani bu 110 voltdan ishlab berib beradi eng kami. Inverterning o'zi ma'nosi tok kamayib ketsa, ko'payib ketsa bir kun tutib beradigan narsa bo'ladi. Bo'ldi. 10 yil garantiyasi bo'ladi. Bu zavoddan bir podakasi bor dedingiz, to'g'rimi? Bunga bir podarkasi bor. Uzunikidan bir tutma Beramiz. ne berasiz? Azoyifona bir Moishi pilisos bersak bichi. Necha so'm turadi u? 3 million so'm turadi. 3 million so'm. 3 million so'm turadi. Uzunikimi yo qo'shib üstüne pul minganmi? Birinchida yo'q, pul so'm minmaydi. Narxlari yozib turibdi. O'zbekiston bo'yicha internetdan solishtirasizmi? Narxini solishtirib kelasiz. Ustunda bir pilisosini berasiz. Moishi'nin azoyifona bir pilisos. Mashinani yuborasiz, uylarni ham yuborasiz. Bu komplektda bonus axir. Bonusu bu. Bu anda LG'lar bor ekan, bu anda budjetli modeldagi xolodilniklar bor ekan. Assortimenti вообще bomba, mijozlarimiz, maishiy texnikani Xilisi bor edi. ikkilanmasdan, o'ylanmasdan to'g'ri Xivoga kelasiz. Ilhom savdo markazidagi assortimentini qarang. Вообще bomba assortimentida bor. Bu yerdan arzonatib berasizmi? Bu yerdan arzonatib beraman, yana xohlagan usulda olib beradilar buni. Pasport plus. Pasport o'zini ham berasiz. Sap. 3 oydan 6 oyga halol nasiya etib beramiz. 1 so'm pul alınmaydi, hurmatli yurtdoshlar. Narxini solishtirib, oxirida Xivoga Ana kelaverasizlar. kelasizlar Ilhom savdo markazida eng arzon baholarda olasiz. Plus bonusi bilan. Inamjonasi avtomatni ham sindirib tashlaylar. Yuring. Avtomatlar ham yuring, banda avtomatlarimiz. Avtomat pul avtomat mashinalar 1,5-2 million yurib turgan bahasi. Shu bahoga bir avtomat qo'yib berali. Avtomatlar assortimentini aytib berasizlar, obunachilarimiz, mijozlarimiz xil assortimenti plus ustida gorashoklari, geylar hammasi podarka. Bular 50% skidchagina. Obunachilarimiz 50%. Hali 50% geçede bu tuttular, lekin bizde 50% doğru mu inamcana? Avtomatlarimiz bu işodan geçedi bu. Banayın. Tamam, şu Türk yok mu avtomat? Her gün birinci. 2 milyon 500 bin so'm ekan, 6 kiloluk zifler ekan. Hem yerde 2 milyon 800-900 satib tuttular. 3 milyon satib tuttular. 3 milyon satib tuttular. Bizlere yaraşmaydı 200-300 bin so'm. Necha so'm atib berasiz? 2200 bin so'm atib beraman. İlhom Uz kanalından görüp geldim. Meydalashib o'tirmang, obunachilarimiz va mijozlarimiz uchun 2 milyon so'mdan. Yetti 2 milyon. Necha dana bor? 15 tane var. 15 tane var, şaşılamız, obunachilarimiz, mijozlarimiz, zifler 6 kiloluk 10 yil garantiyasi ham bor ekan, 2 milyon so'mdan qo'yib berdilar, şu modelini. Banda Türk'ü. Fakat obunachilarimiz uchun, to'g'rimi? Kengina bir aksiyasini aytib o'tsak gibi. Bu modellarni chiqib, bu modellar. Bular ham masala foiz kichadi. Aha, bu Xayr brendi, nemetski brend. German işçiyine. 7 milyon so'm ekan. 3,5 milyona berasizmi shunda? 3 milyon 500 bin so'm olacak. Mabodo men buni 12 ga rassrochka olsam bo'ladimi? Pasport plastikim bor. Pensioner adam olibmi? Beradi, bemalol beradi. Bu modellarimizni chiq. Bu modellerimiz ait bir anda turistik model bo'ladi. Bular ham shu klasına qarab. 6 kiloluk bor, 7 kiloluk bor, 8 kiloluk bor, 10 kiloluk. 6, 7, 8, 10 kiloglari bor. O'zingizdan ma'qulni haysi 12 kiloglari bor ekan. 1 milyon 317 ming so'mdan 6 oy bo'lib qo'ydilar. O'zini pulini 0%dan. Foiz memidi. Bu degani halol nasiya degani, to'g'rimi? Halol nasiya degani 6 3 oydan 6 oydan halol nasiya etib berdi. Faqat pasport ham berasiz. Ya bo'lmasa pasportni o'zidan berib beradi. Asa bir gelim bilan parajogini ham qo'shib berasiz, bir sushilchasini, bir gladilchasini ham berasiz. Berdim shuni. Hisob, onu bunachilarimiz, mijozlarimiz hali bundan bo'lmagan. Bu ne bu? Ario brend. Ha? 6 kiloluk alamı İlhom savdo markazining barcha filiallaridan 6 kiloluk alsam, 8 kiloluk alsam, bir Moishi pilisos qo'shib bersam nechik? Bu pul qo'yilmaymi üstüne? Yo'q, pul qo'yilmaydi buni. Bu oddiy pilisos emas, bu ham sekadon, ham yuvib beradigan pilisos. G'alalarni ayollarimiz zo'r narsa, g'alalarni yuvsozlar ham bo'ladi, mashina yuvsozlar ham bo'ladi. Mujiklar uchun ham zo'r narsa. Bu ana mashina yuvadigan, divan yuvadigan joylar ham bor. Yuvadi qarang zo'r. Garantiyasi bormi? Garantiya 3 yil bo'ladi. Endi 3 yil garantiya. Buning o'zida 10 yil garantiyasi bor. 10 yil garantiya. 10 yil garantiya. 10 yil garantiya ekan obunachilarimiz, mijozlarimiz suv tanlaymi, parashok tanlaymi? Suv, tok, soda siylamaydi. Ham bir yeri yaxshi 3 kilo yuvsa 3 kilo suv oladi, 5 kilo yuvsa 5 kilo suv oladi. O'zine gerek suvni oladi. Yetmaydi ondoqlan ketib berami? Bemalol ketib beradi. Paravoy funksiyasi, assistent Steam funksiyasi bor ekan. Bu narsa narsa yaxshi tushunaman. Steam funksiyasi zo'r narsa. Ham tok seylamaydi, to'qizni ekonomiya. Bilasizlar, hozirgi kunda eng qimmat narsa tok. Mana shu inverter motor bo'ladi. Inverter. LG Samsung'dan bir xato ko'rsatib beradi. Bu ana tomondan ko'rsang. Agarda siz avtomat emas, pol avtomat olaman deb turganingizda, hozir videomiz davomida ko'rsatib o'taman. Yangilikni zo'r videomizning oxirida. Videomizda like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Maksimum qarindoshlarga bering. Balkim siz iPhone ukasini yutib olarsiz. Hali bu boshlanishi, Xudo xolasa, yangilikni zo'rini boshladik. Bu ham LG'lar bor ekan, Samsung'lar bor ekan. Pilisosdan ham assortimenti bor aynan. Bu LG'larimiz ham shu 6 oydan bu kirmajlar xaridatsalar, baraban aksiyada qatnashib bilamlar. Qatnashtiraman. Bo'ldi. Plus podarkalari bor, garantiyalari bor. Dastavkasi, ustunovkasi necha bo'ladi? Ustunovkasi mut. Pulsul alınmaydı ona. Umuman pulsul almaydı. Xorazm, Qoraqalpog'istonning bor.
50% ketganda yine LG'lar ham Artel ekan. Artel 4 milyon 600 miydi? 2 milyon 300'e verasmi şundan bunu? 2 milyon 300 ming so'm bo'ldi. Meydalaşıp oturman 2 milyona ver ben bunu. Belzem şu qarabni. 2 milyon so'm Artel 6 kilo maşinimiz, abonachilarimiz, mijozlarimiz, bu anda kulyerlar, bu yerda ila padarka hangimmasi? Padarka vatan agregatyorlar assortimenti bu. Pol avtomat maşinalarni ham yo'sib beradi. Kulyerlar, bir kulyer asala 3 kulyer qo'shib berasizmi bunda? Bir kulyer asala 3 butil qo'shib beribman. 3 butili bepul ekan. Masalan, narxi 267 ming so'm, 250 ming so'm, 6 oy halollanasiz qo'ydilar. Ustida bemalol savdolashib arzonsizlar bo'ladi. 1 milyon 90 ming so'm ekan shu model. Buni necha so'm aytib berasiz? Tekiz aytib bersam necha so'm tukuni qaytib bersam? 900 ming so'm berang. 1 milyon so'm. 900 ming so'm. Ketdi 900 ming. 900 ming so'm. Pol avtomatlarni ham zo'r shekani bag'ada aytib berasiz. Ustida savdolashib olsalar, masalan, 7 kilo 6 kilo mashina 990 ming so'm. 990 ming so'm. 990 ming so'm obunachilarimiz 1,5 milyon so'm sotadigan 990 ming so'm. Har xil assortimenti bor. Bularni xaridasizlar, barabar aksiyada qatnashib bilamizlar. Bemalol aksiyada qatnashib beradilar. Hamma yerdan arzatib berasizmi? Arzon aytib beraman. Sağ. Yana bular ham ko'ru narx emas, bular ham pasport orqali. Ha, birgina pasport evaziga bo'lib to'lashasalar bo'ladi. Bo'lib to'lashasalar bo'ladi. Bo'ldi. Banda magazinning pul avtomatlar narxlari 990 ming so'm ekan. Qimmat emas ekan. Obunachilar mijozlar 7 kilolik 990 ming so'm. Qaytib beraman, aga. Bulardan qaytaladi, aga, to'g'rimi? Qaytib beraman kelishib. Bo'ldi, ustida savdolashib olasiz. Atang bozor, anang bozor deydi. Ilhom savdo markasi do'kon emas, bozor. Sababi ob'yom qarashlar eng arzon baholarda gashtirib beradilar. 1 milyon 950 ming so'm, 1 milyon 500 ming so'm ekan, 10 kiloliklar. 1 milyon 450 shularni, 1 milyon 200 lardan to'g'ri keladimi? 1 milyon 300 aytib beraman. 250 ana. 250, 1 milyon 250 ming so'm 10 kilolik pul avtomat. Kil mashin. Qaysi rayonda, qaysi do'kon beriladi? Menga aytinglar shuni. Hech yerda berilmaydi. Faqat Ilhom savdo markazida beradi. Marazinliklarni qisqacha ko'rsatamiz. Marazinlik hozir avval do'konlar edi, hozir uylar tutdilar, to'g'rimi inamjana? Hozir uylarim dum ajoyib bo'lib turibdi. Buni eng qadovoy model. Buni bir yaxshi, o'zim ham buni qo'yib berdim. Bu yerda hozir pishadigan narsalar bilasizlar, go'yik chiqadi, go'yikni yaxshi ko'raman. Go'yikni mikroobkadan chiqarib, yuvib chiqarib, marazinga tashab qo'yasiz. Duraveradi. Mevani pishadi tez. Mevani ham bosib qo'yasiz, shunday yaxshi. Bir yil tutib beraveradi. Narxlari 3 milyon 300 qimmat emas. Dükanlar uchun har xil assortimenti bor. Bular narsalarni barabanda qatnashib bilamizlar. Bu ulu modellardan olsalar bizatinni aylantiradilar. Qolaversa yana telefon nomeri yozib qolamiz, chet el sayohat uchishina imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bir klient 10 kundan ya barama aylantiramiz dedik-ku. Buni oxirida qo'yib beramiz. Bir klientga bir shans emas, 2 shans beriladi. Bu neni bo'lmag'an obunachilar 1x2. Bu neni bo'lmag'an. Veterinariya xonadonlar, zallar, kuxniyaga birini qo'yib beraman desangizlar, uy ham qo'yib bitdilar bu narsalarni. Do'kon olaman desangizlar ham faqat pasport evazidan beradilar. Pasport evazidan beramiz. Masalan 5 milyon 100 ming so'm, 12 oyga berasizmi shuni rassrochka? Beraman 12. Kreditana. Kreditdan beramiz. 24 oyga berasizmi? Beriladi. Agarda 6 oy, 3 oyga kam yursangiz, 12 oy, 24 oyga rassrochka kredit bo'limlari ham bor ekan, eng arzon bahada gashtirib beradilar. Telefonlar ham xil assortimenti bor. iPhone, Redmi, Samsung har xilisi bor. Narxlari 450 ming so'm, 435 ming so'm, 409 ming so'm, 417 ming so'm, 367 ming so'mdan ham bayna. 367 ming so'm dizayna qarang. iPhone'ni sindiramish telefon. Sindiradi. iPhone'ning balasi o'zi. Balasimi? Agarda telefon olaman deb niyat etib yursangiz, narxda eng arzon baholarda bizdan sozlar bo'ladi. Plus barabar aksiyada qatnashamizlar. Qatnashadilar, telefon olsalar ham bizatinni telefon nomeri yozib qoldiriladi. Bo'ldi. Bundan ham tashqari endi pasport plastik emas, birgina pasport o'zina telefon plastik obunachilar mijozlar 22 yosh, 21 yoshdan o'tgan bo'lsangiz bo'ldi, davlatdan qarzingiz bo'lmasa bo'ldi. Pasport evazidan ham shunday mazza telefonlarni xaridasizlar bo'ladi. Notebook printerlarni chekinamjana. Notebooklarimiz ham bor, printerlarimiz ham bor, notebooklar ham turi ko'p. Mishet etmasin deb azon bilan urtibmiz videoni. Hech kim mishet etmadi deb narxlari bo'linib yozilgan. Endi bu narxi bo'yicha ma'lumot berib o'ting. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, buni to'lov haqida aytsam bo'ladimi? To'lov haqida buni ham shu 6 oy 12 oy rassroshga yetib beramiz. Pasport evazini. Qalanlasiya 3 oy 6 oy 5%. 6 oy 5% qalanlasiya yetib beramiz. Arxitekturada ishlaydigan programmistlar uchun, ofisda, buxgalterlar uchun notebooklar bormi? Bor, notebooklarimiz bor. Buning modellarimiz HP model bor, Vicus modellarimiz bor. Video kartalı, terabaytlı, pamitlari güçlü. Buna padarkalarimi yo sotiladimi? Ha, 1, 2, 3, 4 padarkasi bor. Ko'rib keldim desa padarka berib beraman. Bu narsalar arzon narsa emas, durishi 1 million so'm turadi. Somkasi, original naushiki, ulajniteli va original igroy mishkasi, bu qatmidon mishka. Hammasini berilami yo Victuslar berilami bu ko'ri? Yo'q, modelga qarab beraman. Hammasini beriladi. Mana bloklarimiz ham bor, 666 ming so'mdan 6 oy xohlanasiya 5% xarid etsangiz bo'ladi. Printerlarimiz bor. Qo'shimcha savollar uchun ekranda nomerlar bor, bemalol telefonlashsangizlar bo'ladi. Endi kalit so'zning 3-chisini aytasiz.
Bo'ldi. Üçüncü sözünü avda koyamiz. iPhone'un ülkesini ütüp alışları için. 2025. 2025. İlham Savdo 2025. Kommentariyada kaldırasınız. Maksimum videomuzni kanaldaşlar görəsiz. En asası kanalımıza abone olup koyasınız. Sebebi hali başlanışı. Xudo xolasa 7 gündən keyin, bir haftadan keyin yana bir video işimiz. G'oliblarni aniqlaymiz. Keyingi safar bundan ham kurtmay qo'yib bilamiz padar kelan. Olsa koyamiz. Kommentariya üçün ham dumullu nelerni koyamiz. Qalan renklarni koysak neçek? Chet el sayohat qo'ysak. Chet el sayohat ham qo'yib beramiz. Umra ziyorati ko'p bilamizmi? Bilamiz. Xudo xolasa koyamiz. Endi YouTube'da İlham Savdo markazini, İlham Uz kanalına abone bo'lib, like kommentariya. Like kommentariya. Umra ziyorati ko'p bilamizmi? Qo'yamiz. Ertang uyalib qolmizmi? Yo'q, uyalib turamiz. Abone bo'ling, Xudo xolasa yangilikni, sovg'ani yomoni bor. Videomuzni sразу tarqatishang va kommentariyada fikringizni qoldirib, like-ni bostirishang. Instagramda, Telegramda bizning profillar bor. Abone bo'ling. Xudo xolasa zo'r yangiliklarni endi Xivadan, İlham Savdo markazidan bilib olsangizlar bo'ladi.